Alloh taolo Qur'oni Karimda Luqmon alayhissalomning qissasini keltiradi. Luqmon alayhissalom farzandiga bergan bir va'z bor, pand va nasihat bor. Shuni birinchisi bir nechta nasihatlarni qiladi Luqmon alayhissalom farzandiga, Luqmon Hakim. Shuni birinchisi va iz qala Luqmanu libnihi va huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah innash-shirka la zulmun azim. Luqmonni aytganini eslang deydi Alloh taolo. Luqmon farzandiga shunday degan edi. Bilinglar, bundan ibrat olinglar deb Alloh taolo Qur'onda Luqmonning gapini keltiradi. Luqmon farzandiga ey bolam, ey o'g'lim, Allohga shirk keltirma degan. Alloh taologa shirk keltirma, Alloh taoloni yagona deb bilgin. Yagona ma'bud, ibodat qilishga yagona haqli zot Alloh taolodir. Ibodat qiladigan zoting bitta, Alloh. So'raydigan zot, unga iltijo qilinadigan zot bitta, yagona Alloh. Ishlaring yurishmay qolsa, uning ostonasiga, uning eshigiga bosh uradigan zot yagonadir Alloh. Allohdan boshqa hech qanday zot seni ishingni ham yurishtirmaydi, senga manfaati ham tegmaydi, senga zarari ham tega olmaydi Alloh xohlamasa. La tushrik billah, Allohga shirk keltirma, chunki shirk katta zulmdir, katta isyondir, katta gunohdir deb Alloh taolo Luqmonning gapini keltiradi. Demak, farzandlarimizga berishimiz kerak bo'lgan, o'rgatishimiz kerak bo'lgan tarbiyaning birinchisi ularga Alloh va Rasulini tanitish, ularga Qur'onni tanitish. Alloh bor, Alloh taolo bor. Biz o'zimizdan o'zimiz bu dunyoga kelib qolmaganmiz. O'zimizdan o'zimiz shunday hech qanday boshlanishimiz qop-qorong'u, oxirimiz o'lib ketyapmiz, o'lganimizdan keyin ham qop-qorong'u, shu o'rtada biz yashab qoladigan dunyo emas bu. Buni hech qaysi aqlli odam qabul qilmaydi bunday hayotni. Ya'ni qayerdan kelganini, qayerga ketayotganini bilmasdan yashashlik juda og'ir hayot. Nima uchun keldim bu dunyoga degan savol bo'lish kerak har bir aqlli odamda. Demak, mana shu savolga din javob beradi. Ey bolam, ey farzandim, Alloh bor, Alloh yaratdi bizni. Biror narsamizni o'zimiz kashf qilganimiz yo'q. Na burnimni o'zim yaratdim, na og'zimni, na ko'zimni, na o'sha ovqat yeganda ta'm bilish xususiyatini, hech narsani men o'zim yaratganim yo'q. Alloh taolo bor. Alloh taolo berdi bu narsalarni hammasini. Allohga shirk keltirma, Allohga begona bo'lmagin. Alloh taoloning aytganini qilgin. Alloh taolo rozi bo'ladigan ishlarni qil. Bizga bu narsalarni yetkazgan payg'ambar bor, payg'ambarni tani. Nimaiki qilsang, qilmoqchi bo'lsang, mana shu taroziga solib ko'r. Alloh va rasuliga ma'qulmi bu ishing yo'qmi? Shariatul islomiyaga, islom shariatiga, bizning ajdodlarimiz e'tiqod qilgan narsaga to'g'ri keladimi yo'qmi deb bu taroziga solib ko'r deb birinchi bo'lib, demak, farzandlarimizga Allohni tanitishimiz kerak azizlar.